Uning yuzi yuzimga shunday yaqin ediki, nafasini lablarimda his qilardim. "Sen bu iflos zavod uchun yaratilmagansan", deb pichirladi u. Uning issiq barmoqlari mening muzlab qolgan yelkamni siladi. Men ko'zlarimni yumdim. Qochishim kerak edi. Axir men 3 bolaning onasi, musofirchilikda qon yutib ishlayotgan ayol edim. Lekin men qochmadim. Yillar davomida muzlagan vujudim bu ehtirosli olovga o'zini bajonidil topshirdi. O'sha tunda men o'zimni topdim deb o'ylagandim. Ammo bu shunchaki mening uzoq va og'riqli qulashimning boshlanishi ekan. Assalomu alaykum, qalbida bitmas jarohatlari bor, dardini tunlarga aytadigan aziz sirdoshlarim. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga shunchaki navbatdagi ishqiy sarguzashtni aytib bermayman. Bugun men sizning oldingizda butunlay yalang'och ruhim bilan turibman. Bu hikoya aqlga sig'maydigan xatolar, yurakni yondiruvchi taqiqlangan ehtiroslar va butun jamiyatning nafrati ostidan qanday qilib tirik chiqish haqida. Agar siz ham qachondir mehr izlab o'z qadringizni yo'qotgan bo'lsangiz, bu hikoya qabaringizni yorib yuboradi. Videoni oxirigacha tinglang. Like bosib kanalga obuna bo'ling. Bu qonli iqrorim faqat siz uchun. Meni Madina deyishadi. Men Farg'onaning chekka qishlog'ida o'sganman. Erta turmush, tuganmas janjallar, xiyonatlar. Erim bilan ajrashganimda 3 ta bolam bilan ko'chada qoldim. Hayot meni shafqatsizlarcha devorga taqadi. Bolalarimni o'qitish, ularga non topish uchun hammasini tashlab, Sankt-Peterburgga ishga ketishga majbur bo'ldim. Bu shahar meni qahraton sovuq va beshafqat yolg'izlik bilan kutib oldi. Men ulkan zavodning konveyerida ishlar edim. Atrofimda temir mashinalar va xuddi shunday temirlashib ketgan odamlar. Har kuni 12 soat tik oyoqda turaman. Oyoqlarim shishib ketadi. Tunda yotoqxonaga qaytib, yostiqni tishlab bolalarimni eslab yig'layman. Men ayol ekanimni unutgandim. Men shunchaki pul topuvchi qul edim. Lekin bir kuni birinchi burilish yuz berdi. Uning ismi Aleksey edi. Rus yigiti. Baland bo'yli, o'tkir ko'k ko'zli, doim jim yuradigan muhandis. Zavodning chang va moy islari orasida undan doim qandaydir qimmatbaho atir isi kelardi. Bir kuni og'ir qutini ko'tara olmay qoldim. U kelib indamay yordam berdi. Uning qo'li tasodifan mening barmoqlarimga tegdi. Men tok urgandek seskanib ketdim. U ko'zlarimga uzoq va chuqur tikildi. Uning nigohida zavodning sovuqligi emas, qandaydir yondiruvchi harorat bor edi. Biz gaplasha boshladik. U mening singan ruschamga kulmasdi. U meni tushunardi. Bahorning ilk kunlari edi. U meni ishdan so'ng dengiz bo'yiga olib bordi. Havo sovuq, shamol esardi. U o'zining issiq kurtkasini yechib yelkamga tashladi. "Sen nega doim g'amginsan, Madina?" dedi u mening yuzimga yaqinlashib. "Sening ko'zlaringda butun bir fojia yashiringan." Mening tomog'imga yig'i tiqildi. U mening yuzimni hovuchladi. Uning barmoqlari shunday muloyim ediki, uning lablari mening peshonamga, keyin lablarimga tegdi. Bu shunchaki bo'sa emasdi. Bu mening o'lik vujudimga puflangan hayot nafasi edi. Men uning ko'ksiga bosh qo'yib ho'ngrab yig'ladim. O'sha tunda uning issiq quchog'ida men yillar davomida unutgan ayolligimni qayta topdim. U menga mehr berdi. U meni qadrladi. Lekin ikkinchi burilish qalbimni butunlay ost-ust qildi. Oradan oylar o'tdi. Aleksey juda yaxshi inson edi, ammo mening qonim, mening ruhim o'z tilimni, o'z vatanimning isini sog'inardi. Aynan shu payt zavodga yangi ishchilar keldi. Ularning orasida Sanjar bor edi. O'zbek yigiti. Qora qoshli, doim tabassum qilib turadigan hazilkash yigit. U meni ko'rishi bilan "Assalomu alaykum, Farg'onaning go'zal qizi" deb jilmaydi. Shu bitta jumla yuragimni qinidan chiqarib yubordi. Biz u bilan do'stlashdik. U menga vatanimni eslatardi. Biz ishdan keyin kichik o'zbek choyxonasida palov yer, soatlab suhbatlashardik. Uning yonida men qahqaha otib kuladigan bo'ldim. Aleksey buni sezdi. U o'ta aqlli erkak edi. U
U meni qafasda saqlamadi. U ko'zlaridagi og'riq bilan menga baxt tilab, hayotimdan jimgina chiqib ketdi. Men uning oldida o'zimni aybdor his qilardim, lekin Sanjarning olovi meni o'ziga tortib ketgandi. Sanjar bilan munosabatlarimiz tez rivojlandi. U senga uylanaman, bolalaringni o'zim otadek boqaman derdi. Men jannat eshiklari ochildi deb o'ylagandim. Ammo 3-burilish eng shafqatsiz, eng yovvoyi xatoyim bilan keldi. Sanjarning bir do'sti bor edi. Ismi Rustam. Rustam Sanjarga umuman o'xshamasdi. U jiddiy, qattiqqo'l, so'zlari keskin yigit edi. Bir kuni Sanjar tug'ilgan kun qildi. Kichik bazm. Men u yerda Rustam bilan bir stol atrofida qoldim. Uning ko'zlari qop-qora, tubsiz edi. U menga qaraganda butun vujudim yonib ketardi. Sanjar senga munosib emas, pichirladi u kutilmaganda stakanimga sharob quyayotib. Men qotib qoldim. Nimalar deyapsiz? U ko'zini mendan uzmadi. Sen olovsan. Sanjar esa sening taftingda isinayotgan yosh bola. Senga haqiqiy erkak kerak. Bu so'zlar ongimni zaharladi. Sanjarning yonida bo'lsam ham, mening barcha xayolim, ehtiroslarim Rustamga qarab torta boshladi. Bu dahshatli tuyg'u edi. Men Sanjarga sadoqatli bo'lishga urindim. Lekin bir kuni yomg'irli tunda Rustam meni ko'chada kutib turdi. U hech narsa demadi. U shunchaki meni devorga taqab, aqldan ozgudek yovvoyi ehtiros bilan o'pdi. Men o'zimni yo'qotdim. Barcha va'dalarim, barcha g'ururim yomg'ir bilan oqib ketdi. Men Sanjarga xiyonat qildim. Bu gunoh mening bo'g'zimdan oldi. Men Sanjarning ko'ziga qaray olmasdim. Oxiri unga hammasini aytdim. Sanjar yig'ladi. U meni la'natlab hayotimdan ketdi. Men esa Rustamning quchog'ida qoldim. Rustam menga ayolni qanday qilib aqlbovar qilmas ehtiroslar olamiga olib kirishni ko'rsatdi. Bizning tunlarimiz do'zax olovidek issiq edi. Lekin u sovuq edi. U faqat mening tanamni istardi, qalbimni emas. Meni hech qachon tinglamasdi. 4-burilish hayotimga yangi fojia olib kirdi. Men bu ehtiros botqog'idan charchadim. Men mehr qidirardim. Shunda mening hayotimga Ulug'bek kirib keldi. U zavod boshqaruvchilaridan biri, o'zbekistonlik, juda boy va salobatli erkak edi. U mening Rustam bilan qiynalayotganimni ko'rdi. U meni bu loydan tortib oldi. Sizdek malika bunday xarobada yashamasligi kerak, dedi u. U menga shinam kvartira ijaraga oldi. Meni ishlashga qo'ymadi. Qimmatbaho kiyimlar, taqinchoqlar. Men o'zimni ertakdagi malikadek his qila boshladim. Ammo bu malikaning qanotlari qirqilgan edi. Ulug'bek oilali edi. Men uning shunchaki yashirin o'yinchog'i edim. U haftada 2 kun kelar, o'z ehtiyojini qondirib, yana oilasiga ketardi. Men hashamatli uyda, ipak choyshablar ustida yotib, o'zimni dunyodagi eng arzon, eng keraksiz buyumdek his qilardim. Meni pulga sotib olishgandi. Men mehr izlab o'z-o'zimni bozorga qo'yibman. Yuragim uvushib ketardi. 5 va eng dahshatli burilish. Bu mening qulashimning eng pastki nuqtasi edi. Men bu qafasdan qochib yana zavodga, oddiy ishchi bo'lib qaytdim. Ammo zavodda endi hamma narsa boshqacha edi. Odamlar menga jirkangan ko'z bilan qarashardi. Orqamdan pichir-pichirlar, kulgilar eshitilardi. Ana ruslar bilan ham, o'zbeklar bilan ham yotib chiqqan ayol keldi. Boylarning o'ynashi deyishardi. Mening ismim loyga qorilgandi. Zavod direktori meni xonasiga chaqirdi. Uning yuzida cheksiz nafrat bor edi. Sen zavodning nomiga dog' tushiryapsan, dedi u yuzimga tik qarab. Erkaklar sen sababli mushtlashayapti. Sen ishlash uchun emas, fohishalik qilish uchun kelgan ekansan. Hoziroq narsangni yig'ishtirda, yo'qol bu yerdan. Bu so'zlar xuddi qizigan temirdek yuragimga bosildi. Fohisha. Ular meni shunday atashdi. Men shunchaki qalbimdagi bo'shliqni to'ldirmoqchi, kimgadir kerakligimni his qilmoqchi edim. Lekin men mehrni noto'g'ri joydan, noto'g'ri erkaklardan qidirdim. Har bir erkak menga o'zimning qandaydir qismini ko'rsatdi.
Lekin hech biri menga butunligimni bermadi. Men direktorning xonasidan chiqdim. Ko'zlarimda yosh yo'q edi. Ichimda qandaydir g'alati, muzdek xotirjamlik paydo bo'ldi. Men kiyim almashtirish xonasiga kirdim. Narsalarimni yig'dim. Hamkasb ayollar menga yeb qo'ygudek qarashardi. Men ularning o'rtasiga kelib to'xtadim. Boshimni baland ko'tardim. Sizlar meni fohisha deb atayapsizlar, dedim men jarangdor va sokin ovozda. Chunki men baxt qidirdim. Men xato qildim, adashdim. Lekin men yashadim. Men sevdim. Sizlarchi? Sizlar har kuni o'zingiz nafratlanadigan eringizdan kaltak yeb, qo'rqib, jimgina sabr qilib o'lishni axloq deb bilasizlar. Men o'z gunohim uchun o'zim javob beraman. Ammo hech biringiz meni hukm qilishga haqli emassiz. Men eshikni ochiq tashlab zavoddan chiqib ketdim. Tashqarida sovuq shamol yuzimga urildi. Lekin men ilk bor o'zimni shunday yengil, shunday ozod his qildim. Men angladim. Ayol kishining eng katta dushmani bu o'z qadrini erkaklarning mehriga bog'lab qo'yishidir. Biz o'ylaymizki, kimdir bizni sevsa, biz go'zalmiz. Kimdir bizni quchoqlasa, biz xavfsizmiz. Yo'q. Mutlaqo yolg'on. Hech kim senga o'zingga beradigan baxtni bera olmaydi. Men o'z bo'shlig'imni boshqa odamlar bilan to'ldirishga urindim. Va faqat o'zimni yo'qotdim. Bugun oradan 2 yil o'tdi. Men endi zavodda ishlamayman. Men o'z mehnatim bilan kichik bir go'zallik saloni ochdim. Men o'z oyoqlarimda tik turibman. Bolalarim yonimda. Men hozir yolg'izman. Ammo bu yolg'izlik meni yondirmayapti. Bu baxtiyor, osoyishta yolg'izlik. Men o'zimni kechirdim. Men o'zimni sevishni o'rgandim. Aziz ayollar, qadrdonlarim. Sizdan iltimosim shuki, baxtni tashqaridan qidirmang. Erkakning ehtirosi, uning vaqtinchalik mehri sizning singan qalbingizni davolay olmaydi. U faqat chuqurroq jarohatlaydi. Avval o'zingizni davolang. O'z qadringizni biling. Jamiyat nima desa desin. Siz o'zingizni qanday his qilishingiz eng muhim narsa. Sizning hayotingizda ham mehr izlab yo'qotilgan yillar bo'lganmi? Qanday qilib o'zingizni qayta topdingiz? Izohlarda o'z dardingizni, o'z g'alabangizni yozib qoldiring. Bu yerda biz bir-birimizni eshitamiz. O'zingizga bo'lgan ishonchni hech qachon yo'qotmang. Siz kimgadir kerak bo'lishingiz uchun eng avvalo o'zingizga kerak bo'lishingiz shart. Xayr, azizlarim.